Azizlarim, go'zallarim, shakarlarim, ozdiruvchi nimangiz bor deb mana so'rashadi. Mana sizlarga aynan vес ozish uchun, ya'ni yog'larni eritish, ichaklarni yaxshi normallashtirish uchun, keyin jigarlarni tozalab, zo'r organizmni tozalab beruvchi mana bu mahsulot bor. Bu ham juda ham rosa Koreyaning ichgan mahsuloti. Agarda kimda saxri bo'lsa, saxrli uchun ham juda ham rosa zo'r. Qonni o'sha suyuq normal holatga ham keltirib beradi и vес ham tashattiradi. 30 dona ichida 1 oylik kurs lecheniya hisoblanadi. Endi qaranglar qizlar, ras bunaqa mahsulotlarni ichganinglardan keyin обязательно nima qilishingiz kerak? Dieta ham qilishingiz kerak. Buni ichib olib, bo'ldi, men shunga ozaman ichsam deb cheklanib qolish kerak emas. To'g'ri ovqatlanish va dieta ham qilish kerak. Keyin bu bilan qo'shib turib, mana bu Real Doctor mahsulotidan birga qo'shib ichsanglar, bu ham ichak faoliyati uchun, oshqozon hazm sistemasi uchun va vitaminlarga boy bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Buni ham sostavida vitamin C va D3 si bor. Eng zo'r narsa anaqa sostav bor. Ya'ni bu parashokli holatda, bu tabletkali holatda ko'rinadi. Buni mana ichsanglar qorninglarni to'qlik hissini beradi. Ya'ni yogurt ta'miga o'xshaydi. Ertalab och qoringa bitta shu parashogini tilga sovorasizlar, shimib yurasizlar, qorninglarni to'qlik hissini beradi. Ozmoqchi bo'lganlar, ya'ni vес tashlamoqchi bo'lganlar, atiqlari uchun, kishishliklari uchun qilmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.